To'y xursandchilik ekan, albatta kuyov to'ramiz do'stlar bilan to'ylar muborak sadolar ostida qarshi olamiz. Estrada xonandasi Oybek Mamadaning ijrosida to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Uylanmagan ukalarimiz uchun chiroyli to'ylarimiz chiqsin. Endi bugun xursandchilik, ruxsatlaringiz bilan davramizni to'liq bo'lib, ko'ramiz bu yorug'lardagi eng aziz vatanimizning insonlari, xabarimizni duolari, xatlagohlari, bizlarning chiroyli imoratlarini solib bugun duolarning ijobatini ko'rib turgan hurmatli to'yboshimiz Abdusattor akamizni davramizga chorlashinglar, hammamizni guvohligimizni bildirib